Yurgan yo'lida qadamida pul topadigan haqiqiy biznes na kolesах. Labo 2016-yilda ishlab chiqarilgan tayyor budkalari bilan tayyor refrigeratori bilan bosib o'tgan masofasi probegi 188 ming kilometr. Ushbu pul topar mashinamiz faqat benzinda yurgan gaz pas umuman o'rnatilmagan tayyor budkalari bilan xolasanglar orqadan ochiladi. Polkalari bilan tayyor. Mana sezoni keldi bu mashinalarning marojniymi, konditorskiy izделиями, любой narsani tashib ketaverasizlar, u yog'idan ham ochiladi. Refrigerator cho'tki ishlab turibdi. Mashinaning texnik holati a'lo darajada, hech qanaqa ishi yo'q, zadniy moslar g'ullab qolmagan, motorda ishi yo'q, balonlari deyarli yangi holatda, moy-poy yemaydi, hadoyida umuman ishi yo'q, yurishlari zo'r holatda turibdi. Kraska tegmagan, urilmagan, bo'yalmagan, sidinalari ham cho'kib qolmagan, rul holatlari zo'r turibdi. 188 ming kilometr. Olgan odam mana shunaqa barsetkalarda pulni to'ldirib yuradi xudo xolasa. Pul topar haqiqiy biznes na kolesах. Xullas, bu pul toparimizni hech qanaqa ishi yo'q, aybi yo'q, bemalol xohlagan ustalarga tekshirtirib olishingiz mumkin. 2016-yil 188 ming kilometr bosib o'tgan refrigeratori bilan tayyor, narxi $5500. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan loyihaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.